Juda ham ko'pchilikka mos turadigan jinsi turi bu straight leg, ko'rib bichimli shim. Bu degani bo'ksa qismi hamda etak qismi bir-biriga monand, munosib, tor emas, keng emas. Bunday turdagi jinsilar juda ham ko'plab figuralarga mos tushib ketadi. Hamda ularni barcha obrazlarda kombinatsiya qilish oson. Klassik, sport uslubi yoki romantik uslubda ham kiyishimiz mumkin. Yana bir jihat, jinsilarni sotib olayotganimizda belimizning eng yuqori qismida joylashganligiga e'tibor qaratishimiz kerak, ya'ni высокая посадка. Bunday turdagi jinsilar bo'yimizni yana ham uzunroq va qomatimizni to'g'riroq ko'rsatishga yordam beradi. Pochalarning uzunligiga ham diqqat qaratishimiz lozim. Agar shimingizning uzunligi to'pig'ingizdan baland bo'lsa, bu bo'yingizni yana ham kattaroq ko'rsatishga xizmat qiladi. Bizni kiyimlar bilan koreksiya qilayotganimizda eng muhim e'tibor beradigan jihati bu bo'yimizni vizual tarzda uzun ko'rsatishdir. Yana bir ahamiyatli joyi shundaki, siz jinsilarni sotib olayotganingizda sizni o'ta qisishi, kissalar tor bo'lib turishi, tepa qismi juda ham yopishgan holatda bo'lmasligiga e'tibor qarating. Qaysi rangdagi jinsilarni sotib olishni bundan oldingi reelsda aytib o'tdim.